Ko'pchilik akalarim so'ragan original motobloklarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarini berib o'tamiz. O'zim qisqacha ma'lumotlarni boshlaydi akalar. Xo'p, birinchi motoblogimiz 7 ot kuchli yoqilg'i bizm. Bizm bloklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodni orqali yarimta tortgan yillar zavod olib juda ham sifatli ishlab beradi. Filtrlari mastinli filtrdan qo'yilgan bo'ladi. Skorlari oldiga ikkitadan orqaga bittadan skorlari mavjud. Ballonlari katta 410 razmerda bo'ladi. Korobkalari ham katta korobkalardan qo'yilgan bo'ladi. Безопасность knopkalari ham обязательно bor akalar. Tak bu yoqda motorlari 170 F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Ballonlarining razmeri, ya'ni en tomonlari 60-70 agentlarga tushadi. Ikkinchi motoblogimiz yoqilg'i bizm, 7 ot kuchli bizm bloklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Bunda ham yurg'izish joylari zavodni orqali, korobkalari ham katta korobkalardan qo'yilgan Rekord firmani motoblogi bo'ladi. Bunda ham o'chirib yoqish knopkalari, gaz knopkalari обязательно bor. Skorlari oldiga ikkitadan orqaga bittadan skorlari bor. Ikkalasida ham frezalari 4 qatordan 8 qatorli freza beriladi. Rekord motoblogimizga 4 qatordan 8 qator berilgan frezamiz har bir qatori bo'linadi. Birinchi traktor berilgan motoblogimizga esa har bir qatori emas, ikkita chekkaligisi bo'linadigan bo'ladi. 4 qatordan 8 qator freza, eng ikkita chekkadagisi bittadan bo'lib, bitta agatni orasiga qo'yib ishlasanglar ham bo'ladi. Kimda kim birinchi turdagi yoki ikkinchi turdagi yoki ikkalasidan ham yoki boshqa narsalar, pichoq do'zi yoki agregatlar xarid qilib olmoqchi bo'lsa, kimda kim xuddi shunday komplektatsiyadan xarid qilib olmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga chiqishinglar mumkin. Arzon narxlarda optim baza narxlarda olib chiqib beramiz. Xo'p, manzil so'raganlar uchun manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni bo'ladi akalar. Endilikda siz kelib motoblokni xarid qilib olganingiz uchun sizga prosta taka shunday sovg'a qo'shib berilyapti. Agroservis do'konida katta aksiya ham ketmoqda. Shu aksiyada kelasiz 7, 10, 17, 12, 13, 14, 15 ot kuchli motoblokni xarid qilib olasiz. Kelasiz, omadli barabanimiz bor. Kelasiz, barabanni xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga bitta aylantirasiz. Shu yerda turgan kulishnabor, shurpayor, drill, bolgarka, to'g'ri sechadigan apparat bo'ladimi? Nimaiki tushsa akalar, sizga shunday tekinga 1 so'm pul olmasdan ishlatib, yurg'izib, tekshirib beriladi akalar. Xo'p, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi akalar. Kimda qishloq xo'jaligi texnikalari optim bazasi bo'ladi akalar. Kimda kimga gusnitsa apparatlar bo'ladi, ikkita sepli gusnitsa apparat bo'ladi, 17 ot kuchli motoblok bo'ladi, mini kultivasiya apparatlari bo'ladi, chizillar bo'ladimi, kartchalarmi, universalniy pluglar, shlanglar kerak bo'ladi, nimaki kerak bo'lsa akalar aloqaga chiqaverasizlar, topib beramiz iloji boricha qo'ldan kelgancha xizmatdamiz akalar. Xo'p,